Bugun qaynsinglim bilan olmali pirog qilamiz. 25 gramm saryonni eritganligidan keyin 30 gramm shakar solasizlar. O'zi bu pirogni ojonim yosh ko'rganlar uchun pishiryapmiz. Qaynsinglim bu mani erim singillari emas, jiyanlari. Olmani polностью suvi chiqib ketguncha koritsa qo'shib qovurasizlar. Mana shu desertni pishirib вообще yemadim, chunki men Amerikaga вообще semirib ketyapman. 4 ta tuxumni sarig'i bilan oqini 100 gramm shakar solib yaxshilab bichqilasiz. Ham oppoq pena bo'lishi kerak. Boshqa Instagramdagi blogerlar qaynsinglingiz bilan qanday chiqish olmasligini ko'rsa hayron qolaman, to'g'risini aytsam. Tuxumni shunaqa oppoq ko'piygacha qilganidan keyin razrыхлитель bilan unni solib, vanilin solib yaxshilab yana aralashtirasiz. Mana shunaqa listga pergament solib xamirimni polностью sovoldim va ustidan olmani soldim. O'zimni kichkina singlim bo'lmagani uchun qaynsingillarim rosa yaxshi ko'raman. Bilmadim, может быть, menga yaxshi отношение qilishgani uchun yaxshi ko'rib qolgandir. 180 gradusda qizib turgan duxovkada 30 minutda pishirib olasizlar. To'liq retseptni описаниеda qoldirdim. Nima uchun masala kommentariyada javob beraman. Hammaga yoqimli ishtaha.